Hammaga salom bolalar, bugun sizlar bilan Veldruk uzbi. Bugun o'zimning serverimdagi obunachilarimning Minecraft'lariga baho beramiz va 10 gacha baho berganimizdan keyin g'olibga naqd 100,000 so'm beramiz. Qani bo'lmasam biz ketdik. Hop, birinchi obunachimizning Minecraft'ga boramiz. Teskaridan kiramiz. Hop, birinchi obunachimizning hurmat bilan Jahongir. Obunachimizning ismi Jahongir ekan. Hop, baho ber. Okey, baho beramiz va salom Veldruk. Hop, ichiga kirib olamiz. Hop, bu yerda Minecraft'lar bor ekan. Olmaymiz chunki o'zimda Minecraft bor. Hop, qoidalar o'lib qolma, buzma. Hop, qani bo'lmasa biz ketdik. Birinchi Minecraft'imizni qo'yib olamiz va ketdik. Uzr, oldinchadagi Minecraft'ni buzib qo'ydim. Mayli, buni o'zi to'g'rilab oladi. Ketdik. Hop, pastga tushdik va ko'ramiz, yer to'la, redstone kelgan. Hop, ondan necha Veldrukka obuna bo'l. Hop, men bunga hozir olib olay. Men bunga hop ondan 8,6 beraman. Ondan 8,6. Hozircha bu g'olib turibdi. Hop, Veldrukka obuna bo'l. Keyingisi bu ikkinchi obunachimizniki, Aziz degan obunachimiz ekan. Eshitmay yozmabdilar. Mayli, ketdik. Hop, tepaga chiqib ketyapmiz. Deyarli bir xil ikkita obunachimizga. Juda ham baland quribdi, qoyil. Pastga tushamiz. Hop, lava va suv juda ham chiroyli qilibdi. Hop, mana suv va lava. Hop, ko'rib olay yana bir xil. Undan necha baho bersam bo'ladi? Hop, bu yerda suv bor, bu yerda lavaning ustidan va juda ham baland inshoot qurdi. Hop, undan adashmasam suv va lavani hisobga olib qolsak, men bunga undan menimcha 9 bersak bo'ladi. 9 bersak haqqoniy bo'ladi menimcha. Hop, mana bu obunachimizga, Aziz degan obunachimizga men undan 9 berishga qaror qildim. Undan 9. Hozircha Aziz obunachimiz g'olib bo'lib turibdilar. Qani bo'lmasam biz keyingi obunachimizga. Hop, keyingi obunachimiz juda ham chiroyli struktura quribdilar. Hozir buni ko'ramiz. Hop, keyin ismlari Shohruh ekan. Shohruh, hop, keyin ular aytdilarki, biz bu Minecraftni boshlashdan oldin kechqurun qilib olishimizni. Kechqurun bo'ldi. Hop, kechqurunda juda ham qurganlari chiroyli ko'rinar ekan. Qani bo'lmasam uchishga qani ketdik. Hop, Minecraft'imizni qo'yib olamiz. Qo'yildi va mana bular nima ekan? Fireworklar. Juda ham chiroyli chiqibdi. Fireworklar uchishi. Hop, oshqovoqlar. O'zim o'rmondagiday his qilyapman. Oshqovoq, har xil daraxtlar, kristal. Hop, tepaga chiqib ketyapmiz.
juda ham chiroyli tabiatda qilishibdi. Hop, Qo'shqovoq, bu yerda yo'l tugagan shekilli desam, pastga tushib ketadigan yo'l bor ekan. Pastga tushmay qoldik. Hop, bu yerga tushamiz. Yer tagidan ham daraxt o'stiribdilar. Wow, juda ham qurganlari chiroyli chiqibdi. Bu menga yoqdi. G'olibimiz Shohrux bo'ldilar va biz Shohruxga kelishilgan pulni topshirdik. Agar sen ham mening serverimga kirmoqchi bo'lsang, pastdagi havola orqali mening serverimga kir va Minecart'ingni qur.